Ustaga mana ancha yildan beri ustalik qilyapti ekansiz. Necha yil edi? 10 yil bo'ldi. Mana 10 yildan beri ustachilik qilyapti ekansiz. Ustaga o'zi mana Travertin mahsulotlarini, sifatlarini nimadan farqlasa bo'ladi? Mana bizani ko'rayotganlar usta o'kalar bo'lishi mumkin yoki-da bizani obunachilarimizga bir chiroyli foydali video bo'lsin ustaga. Sonra Travertin, mana shu Travertin sepilayotgan darajani o'tdi, masalan, andivo qilingan. O'zi asosiysi surtilishda. Ha, surkalishida shaxsiy qurollarimiz bor. Surtilishida farq qiladi. Demak, surkilishiga qarab farqlanadi. Qanaqa masalan bir xil Travertinlar bor, masalan, surtilishi qiyin. Andivo. Yaxshi surtilmaydi, sizlarning qo'lingizdan ushlab qoladi. Ishlashga qiynaladi. Ha, ishlashga qiynaladi. Bu Travertinlarda masalan yaxshi. Sifatli Travertinni albatta yana chaqlasa bo'ladi. O'shani o'zida ham yana bilishga oshadi, to'g'rimi? Tez qotib qolmaydi-ku, keyin chaqlanadi bu. Chaqlanadi? Ha. O'sha pillasi farq qilsa bo'ladi Travertindan. Siz bizlar bilan anchadan beri hamkorlik qilyapti ekansiz. Mana bu obyektlarimizga ham biz sizga Travertin mahsulotlarini yetkazib berdik. Siz hozir menga aytib o'tgan sifatlaringizni, bizani Travertinni topa oldingizmi? Siz xohlagan ob'yomda, siz xohlagan rangda bizani porloq ranglar korxonasi sizga Travertin mahsulotlarini yetkazib bera oldimi? Ha, o'z vaqtida kelyapti. O'z vaqtida kelyapti. O'z vaqtida, misol uchun Travertin qolmasa ba'zida bir kun oldin aytib qo'yganmiz-da, misol uchun ertaga Travertin qolmaydi, kerak bizlarga. O'z vaqtida yetkazib. Bir kun oldin zakaz berasizlar, yetkazib beriladi. Ularning sifatidanmi shikoyatingiz bo'lsa, bemalol aytavering, aka. Yo'q, shikoyatimiz yo'q. Yaxshi Travertinlar. Mana usta akamizni ochiq oydin fikrlarini, xolisona fikrlarini oldik. Agarda sizning ham uyingiz bo'ladimi yoki mana shunday namunali uy, kottejlaringiz yoki katta-katta qurilish obyektlaringiz bo'ladimi? Mana shunaqa fasad mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, porloq ranglarga murojaat qiling. Biz mahsulotlarimizni Toshkent shahri va Toshkent viloyati bo'yicha mutlaqo bepulga siz xohlagan ob'yomda yetkazib beramiz.